Agar Makkada bir kun avval hayit bo'lsa, hayit oyi ko'rinsa, bizda ko'rindi degani emas bu. Mana shuni bilib olish kerak. Oy o'zi bitta. Lekin Makkada ko'ringani bizdan 7000 chaqirim nariyoqda ko'rinyapti. Masalan, quyosh ko'rinishiga qarab Makkada ko'ringanda, kun chiqqanda shundan yarim soat avval bomdod o'qiymiz desak, biz bomdodni bizda kun chiqqandan 2 soat keyin o'qigan bo'lamiz-da. Qaramayapmiz unga. Aylanib turadi-da. Avval bir yerda, keyin boshqa joyda bo'lib turadi. Shunga qoyil bo'lyapmiz u. Shunga qarab ish qilyapmiz u. Bu yerda 8:30 da masalan ro'zani ochsak, 8:39 da ochilgan bo'lsa, misoli bugun Qirg'iziston soatida. Boshqa yerlarda, Bishkekda yoki Olmaotada yo boshqa yerda bu soatda ochilishini talab qilmaymiz. Bishkekda ochilganda biz mana shu yerda ochamiz, Toshkentda ochilganda biz mana shu yerda ochamiz degan katta jaholat bu. Quyosh botganda ochiladi. Qayerda, qaysi vaqtda botishi Alloh biladi uni. Biz shunga qoyilmiz. Oy ham shunaqa. Qayerda ko'rinsa, ko'rgan odamlarga farz. Ko'rinmaydigan joylarda bu odamlar 30 kun qiladi ro'zani. Endi shunga qaramay Makkada bo'ldi, endi bizda ham hayit deyilsa, agar shuni muftiyot aytadigan bo'lsa, bizlar majbur bo'lamiz shunga itoat qilishga. Bo'linmaslik uchun. Ammo o'zi asli bizning fikrimiz 30 kun qilishlik. Agar